ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomat kunida mo'min banda Robbisiga shu qadar yaqinlashtiriladiki, hattoki Robbisi rahmat qanotini uning ustiga qo'yadi. Haligi bandaga Allohu taolo qilgan gunohlarini iqror qildirtiradi. Aytadiki, mana bu gunohni bilasanmi deydi. Mana bu gunohni bilasanmi deydi. Gunohlarni sanaydi Allohu taolo. Banda aytadiki, bilaman deydi. Iqror bo'ladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ey banda, dar haqiqat men seni dunyoda aybingni, gunohingni berkitdim. Bu kunda esa gunohlaringni mag'firat qilaman. Deydi va haligi bandaga hasanalar sahifasigina beriladi qo'liga. Qanday baxtli banda. Kimga nasib qiladi? Demak, Allohu taolo ba'zi bandalarga qiyomatda shunday marhamat ko'rsatadi. Endi shundan yana bitta narsa ma'lum bo'ladiki, azizlar, bandani bu dunyoda Alloh taolo gunohini berkitgan bo'lsa, demak, oxiratda mag'firat qilishidan umid qilish kerak. Alloh berkitgan gunohni o'zi ochib tashlamaslik kerak. Ba'zi odamlar bor-ku, o'zi hech kimga bildirmaydi, Alloh taolo sir qiladi, aybini berkitadi, gunohini berkitadi, o'zi maqtanib o'zi gunohini ochadi. Bu juda ham og'ir holat. Demak, bandaning dunyoda sharmanda qilmasligi Allohu taolo. Inshaalloh taolo shu gunohni kechirilishiga bir sabab deb bilsak bo'ladi, mana shu hadisning dalolatida. Ya'ni sir bo'ldimi, sirligicha qolish kerak bo'ladi. Yoki odamlar ham o'zgalarning aybini ochmaslik kerak. Allohu taolo berkitgan narsani berkitish kerak.